bor o'g'il bola, so'zida sehri bor o'g'il bola, ko'zida mehri bor o'g'il. Zakir al-Rozi kitob qalbni yengillashtiradi va ruhni tinchlantiradi. Imom at-Termiziy kitob o'qish qalbni nur bilan to'ldiradi. Imom al-Buxoriy kitoblar insonlarning abadiy do'stlari. Abu Rayhon Biruniy kutubxona markazi bizning maktabda o'tiribdi. Bu ham bitta bizning yutug'imiz hisoblanadi. Chunki barcha darsliklar, barcha kerakli ma'lumotlarni shunday yugurib chiqib olib kelamiz. Qayerdan qayerga bormaymizdik. O'zimizning maktabda bo'lganligi uchun shu yerdan olamiz. Dilfuza opa, marhamat, o'z fikringizni bildirib oling. Direktorimiz borlar yana bitta. Qo'shni maktab direktori, ularga ham so'z beramiz. Endi maktabimiz haqida o'zlari fikrlarini bildirib oladi. Assalomu alaykum. Ushbu davraga yig'ilgan aziz ustozlar, hurmatli rahbariyat, qo'shni maktab rahbarlari, mana ketdilar, ota-onalar. Bugun bir olamshumul ahamiyatga ega tadbir anaqasi bo'lib qoldik-da, mana ishtirokchisi bo'lib qoldik. 21-dan 27-aprel kunlarida butun nimada respublikamizda o'tayotgan kitob festivali, O'zbekiston kitobxonlar yurti deb nomlangan 5-festivalda shunaqa bir omadli o'zini anaqalari bilan ishtirokchisi bo'lib qoldilar Nilufar xonim. Xudo xolasa tarix anaqalariga muhrlaymiz respublikada. Biz tabriklayman.